بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Azizlar, Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana Qurbon hayitga ham juda oz vaqt qoldi. Allohning tavfiqi bilan, Allohning izni bilan inshaalloh taolo Hadis va hayot kitobining aynan qurbonlikka oid bo'lgan juzini sizlar bilan o'qib chiqamiz. Qurbonlikka oid bo'lgan savollarga, qurbonlikka oid bo'lgan masalalarga darsimizning oxirida to'xtalsak bo'ladi inshaalloh taolo. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Alloh taolo Kavsar surasida shunday deb marhamat qiladi: albatta biz berdik senga Kavsarni. Fasolli li robbika vanhar, bas Robbingga namoz o'qi va jonliq so'y. Bu yerda ulamolarimiz Kavsar, albatta biz senga Kavsarni berdik deb Alloh taolo marhamat qilgandagi Kavsardan murod nima desa, ko'p yaxshilik deb aytishgan ekan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam behisob yaxshiliklarni bergan. Ba'zi ulamolarimiz bo'lsa jannatdagi Havzul Kavsarni ishora qilishgan ekan. Bas Robbingga namoz o'qi va jonliq so'y. Kavsarni bergan Alloh taologa har qancha shukr qilsa, har qancha hamd etsa oz. Xolis Allohning o'zi uchun ibodat qilib namoz o'qish, faqat Xudoning yo'lida jonliq so'yib beva bechoralarni to'ydirish, bu ham shukr hisoblanadi. Hisoblanganda ham amaliy shukr hisoblanadi. Bir shukr bor, tilimiz bilan Allohga shukrlar bo'lsin, Allohga shukrlar bo'lsin deymiz. Ikkinchisi, Alloh bergan ne'matni Allohning o'zini roziligida ishlatishimiz bor. Bu shukrning amaliysiga kiradi. Ulamolarimiz fasolli li robbika vanhar, fasolli li, Robbing uchun namoz o'qi, Robbingga namoz o'qini Qurbon hayitining namozi. Vanhar, jonliq so'yni bo'lsa qurbonlikka so'yiladigan hayvonni nazarda tutgan ekanlar. Mana shu oyat karimadagi tartibni ham inobatga olinganda oldin namoz o'qiladi, namoz o'qilgandan keyingina qurbonlik so'yiladi deyshadi. Kimiki qurbonligini namozdan oldin so'yib qo'ysa, uning qurbonlik o'rniga o'tmaydi. Namozdan oldin so'yib qo'ygan hayvonning go'shtini yesa bo'ladimi? Adashib so'yib qo'ydi, mana shu hukmni bilmas edi. Va qurbonlik niyatda so'ydi-yu, lekin qurbonlik o'rniga o'tmadi. Uning go'shining hukmi nima bo'ladi desa, payg'ambarimiz hadislarida kelgan li ahlik, yesa bo'laveradi. Sening ahling uchun bo'pti, go'sht bo'libdi deganlar. Hazrat Mixnaf ibn Sulaym radhiyallohu anhu dan o'xshatadilarki, qala kunna wuqufan ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam bi Arafat fasami'tuhu yaqul. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga Arafotda turgan edik. U kishining shundoq deganlarini o'z quloqim bilan eshitdim. Ya ayyuhan nas, ey insonlar, ala kulli ahli baytin fi kulli amin udhiyatun va atiratun. Har bir bayt ahli uchun har yilda bir qurbonlik bor, bir atira bor. Hal tadruna mal atira? Hiya allati tusammunaha rajabiyyah. Atira nima ekanligini bilasizlarmi? Sizlar rajabiyya degan narsangizdir atiyya dedilar. Sunan sohiblari bu hadisni rivoyat qilganlar. Xo'p, atira nima degani? Rajab oyida johiliyat ishlarini aralashtirmay so'yib o'zi yeb kambag'allarga ham bersa, bu nima bo'ladi desa, bu joiz. Faqat shundoq bo'lish kerak ediki, Rajab oyida o'sha atira qilinayotganda unda johiliyat ishlari, aqidaga, shariatga xilof bo'lgan ishlar, dinimizga teskari bo'lgan ishlar aralashmasligi kerak edi. Endi qurbonlik kimlarga vojib bo'ladi deyilganda, ulamolarimiz hadis shariflarini jamlagan holatda hukm chiqaradilarki, birinchisi hur bo'lsin. Agar qul bo'ladigan bo'lsa, unga qurbonlik vojib emas. Ikkinchisi muqim bo'lsin. Agar musofir bo'ladigan bo'lsa, unga ham qurbonlik vojib emas. Misol uchun bir kishi hajga boryapti, haj mavsumida hajini qilib qaytib keladi va muqim emas, musofir hukmida.
Endi u inson qurbonlik qilishi vojib bo'ladimi desa, qurbon hayitining qurbonligi unga vojib bo'lmaydi. Ihromdan chiqishning qurbonligi, ihromdan chiqishning qoni o'z o'rnida vojib. Harom hududda qiladi. Boy musulmon bo'lsin, kambag'alga, faqirga qurbonlik vojib emas. Shu yerda juda ham nozik bir masala bor azizlar. Shu masalani yaxshilab diqqat bilan eshiting. Do'stlaringizga ham yuboring, do'stlaringizni ham mana shu masaladan ogohlantiring. Qurbonlik shar'an boy bo'lgan kishiga vojib, sunnat emas, sunnati muakkada emas va boy bo'lish kerak. Boy bo'lishning ikkita e'tibori bor. Biri zakot berish vojib bo'ladigan boylik bor, ikkinchisi qurbonlik qilish vojib bo'ladigan boylik bor. Zakot berish vojib bo'ladigan boylik o'sadigan mol nisobiga ega bo'lgan kishilarga vojib bo'ladi. O'sadigan molga ega bo'lgan kishilar kim desa, oltin, kumush, tilla, taqinchoqlar va pul, naqd bo'lsin, elektron bo'lsin yoki kripto bo'lsin va tijorat maqsadida olingan narsalar, pulni band qilish uchun olingan narsalar va ma'lumingiz yaylovda 6 oydan ko'p o'tlab yuradigan o'sha hayvonlar egasi bo'lgan insonlargagina nisobiga yetsa vojib bo'ladi va ular zakot berishi vojib bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa o'smaydigan molga ega bo'lgan kishilarga. O'smaydigan molini hisoblasa nisob ketyapti. Bu insonga qurbonlik vojib bo'ladi. Zakot vojib bo'lmasa-da qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Bu ham bo'lsa nima? O'smaydigan mol nima desa, hojati asliyasidan tashqari bo'lgan narsalarni qo'shganda o'smaydigan nisob bo'ladi. Hojati asliyasidan tashqaridagi narsalar o'smaydigan nisob hisoblanadi. Shularni hisoblab qo'shganda nisob ketyaptimi? Endi bu inson qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Aynan shu insonga zakot beradigan bo'lsangiz, zakot olishi joiz emas. Berib qo'ygan bo'lsangiz, qaytadan berishingiz vojib bo'ladi. Bizda azizlar, bizning diyorimizda aksar insonlarning, aksar ayollarning, xosatan ayollarning, opa-singillarning mulkini ko'radigan bo'lsangiz, zakot vojib bo'lmagan taqdirda ham qurbonlik vojib bo'ladi. Endi aytishadiki, hamon qurbonlik qilasan, qo'limda qurbonlikka yarasha $300-400 pulim yo'q deydi. Qanaqa qilib qilaman deydi. Qayerdan qilaman deydi. Yaxshi, chiroyli javob. Lekin kim sizga aytdi $400 qurbonlik qilgin deb? $100 echki olib so'ysangiz ham bo'ladi. Hatto dunyoning eng arzon joylariga pulingizni yuborib qurbonlik qilsangiz ham bo'ladi. Afrika davlatlarida shunday qurbonlik aksiyalari o'tkaziladi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. $200-150 ga ham qurbonlik qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi, Allohning dargohiga bandam mendan qo'rqdi, men aytgan ishni qildi degan narsa yetib boradi. Na go'shti, na qoni yetib bormaydi. Alloh muhtoj emas u qurbonlikning go'shti yo'q qoniga. Siz muhtojsiz. Robbim menga berganining haqqini ado qildim deb amaliy shukr qilgan bo'lasiz. Bu juda ham nozik masalasizlar. Shuning uchun buni alohida urg'ulab, ta'kidlab aytib qo'yishim kerak edi. O'rni kelganda inshaalloh bunga yana batafsil to'xtalamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadis shariflarida qurbonlik qilinglar, chunki otangiz Ibrohimning sunnatidir deganlar. Ya'ni Ibrohim alayhissalom birinchi bo'lib qurbonlik qilganlar. Qurbonlik tarixini o'qigan bo'lsangiz kerak. Ibrohim alayhissalom Ismoil alayhissalomning o'rnilariga jannatdan tushgan qo'chqorni Allohning yo'lida qurbonlik qilganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal, Ibn Moja va Imom Hokimlar o'zlarining hadis to'plamlarida ushbu hadisni naql qiladilar. Bu hadisni yaxshilab eshiting. Qurbonlik vojib ekaniga mana shu hadis ochiq oydin dalolat qiladi. Kim imkonga ega bo'lib turib qurbonlik qilmagan bo'lsa, zinhor namozgohimizga yaqinlashmasin, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon bunaqangi va'id bilan ogohlantiradilar, qachon yaqinlashmasin, kelmasin deb ta'kidlab aytadilar desangiz, qachonki hukm vojib bo'lsa, qachonki hukm farz bo'lsa, hukm sunnat bo'lganda yoki mustahab bo'lganda
bunaqangi vaidni, bunaqangi qaytariqni sahih hadislarda ko'rmaysiz. Hazrat Jobir radhiyallohu anhudan naql qilinadi. An Jabir radhiyallohu anhu qala shahidtu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam al-adha fi al-musalla. فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي رواه أبو داود والترمذي. Hazrat Jobir radhiyallohu anhudan naql qilinadi. U kishi aytadilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallam namozgohda hayit namozini o'qib berganlarida birga edim. O'zim guvoh bo'ldim deydilar. U kishi xutbani o'qib berganlaridan keyin minbardan pastga tushdilar va u kishiga kabishi olib kelindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining qo'llari bilan uni so'ydilar. Bismillahi Allohu akbar dedilar. Bu mendan va qurbonlik qilmagan mening ummatimdan deb marhamat qildilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat. Ushbu hadis sharifni ko'radigan bo'lsak, Hazrat Jobir radhiyallohu anhu shaxsan men o'zim ko'rdim, o'zim guvoh bo'ldim deyaptilar. Bu yerdagi aytayotgan so'zlarning ahamiyatini qarangda, men o'zim guvoh edim o'sha yerda. Men o'zim u kishi bilan birga edim deyaptilar. Ta'kid bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam musalloda qurbon hayitni o'qidilar. Musallo degan nima degani? Namozgoh degani. Samarqandlik do'stlarimizga bir savolda mana Samarqand shahrida namozgoh degan masjid bor. Bilasizlarmi shu namozgoh masjidni? Shahardan tashqarida hisoblanadi aslida. Samarqand shaharining chekkasida hisoblanardi. Shahar kattarib, shahar kengayib, keyin shaharning ichiga kirib ketdiki, shu namozgoh masjidi qadimdan hayit namozi o'qiladigan, xoh u Qurbon hayit bo'lsin yo Ramazon hayit bo'lsin, hayit namozi o'qiladigan namozgoh bo'lgan. 5 vaqt namoz o'qiladigan, juma o'qiladigan bir oddiy masjid bo'lmagan, jami bo'lmagan, balki namozgoh bo'lgan. Butun Samarqand ahli hayit namozini o'qish uchun o'sha yerga kelgan bo'lganlar. O'sha yerda hayit namozini ado qilgan bo'lganlar. Hozirgacha bu amal, bu sunnatga amalni biz ba'zi musulmon diyorlarida ko'ramiz. Lekin afsus, bizning diyorimizda bu sunnatga amal qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbani o'qib berganlaridan keyin minbardan tushdilar deyishyapti. Shundan ma'lum bo'ladiki, oldin namoz o'qib bo'linadi, keyin xutba ijro qilinadi. Juma namozida bo'lsa, oldin xutba, keyin juma namozi o'qib beriladi. Hayit namozida oldin namoz, keyin xutba bo'ladi. Va minbardan turib xutba aytish ham payg'ambarimizning amallari ekanini ushbu hadisdan ko'ramiz. U kishiga bir kapish qo'chqor keltirildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan so'ydilar. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxsan o'zlari o'z qo'llari bilan so'yib berganlari shunga ishora qiladiki, agar bir monelik bo'lmasa, qurbonlik qilguvchi o'zini qo'li bilan so'yishi fazilat afzal hisoblanadi. Bismillahi Allohu akbar dedilar. Demak, qurbonlikni so'yayotganda ham, hayvonni so'yayotganda Bismillahi Allohu akbar deyiladi. Hada anni va amman lam yudahhi min ummati. Bu mening nomimdan dedilar va qurbonlik qilmagan ummatimning nomidan dedilar. Shundan ma'lum bo'ladiki, qurbonlikni boshqaning nomidan qilsa ham joiz ekan. Mana har Ramazonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlaridan qurbonlik qilamiz deb niyat qilamiz va Allohning tavfiqi bilan qurbonlik qilib kelyapmiz. Ba'zi do'stlarimiz aytishadiki, bu joiz emas, bu bid'at deyishadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining nomlaridan so'yganlar, lekin bunga buyurmaganlar deyilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining amallarini ko'ring, ummatlarining nomlaridan qurbonlik qilishyapti. Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning nomlaridan, Hazrati Ali radhiyallohu anhuning nomlaridan qurbonlik qilganlarini kitoblarda ko'rishimiz mumkin.
juda ham bir ajoyib bir hadis, diqqat bilan eshiting. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها. ثم: أتعقد؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. رواه الترمذي. Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhumoning yoniga bir kishi keldida savol so'radi. Savol quyidagicha: qurbonlik vojibmi? dedi. U kishi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam qurbonlik qildilar, musulmonlar qurbonlik qildilar deb javob berdilar. U odam bo'lsa Hazrati Ibn Umarning bu javoblaridan o'ziga to'liq javob ola olmadi va qurbonlik qilish vojibmi deb yana so'radi. Shunda u kishi: aqlingni ishlatyapsanmi? Ata'qidu, aqling ishlaydimi seni? Nabiy sallallohu alayhi vasallam qurbonlik qildilar deyapman senga. Musulmonlar qurbonlik qilganlar deyapman senga deb javob berdilar. Mashalloh. Ushbu hadis sharif Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qurbonlik qilganlarini ta'kidlab kelyapti. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga sahoba-i kiromlarning ham jamoasi to Hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhumodan bu savol so'ralayotgungacha bo'lgan vaqtda musulmonlar jamoasi qurbonlik qilib kelganlari ta'kid bilan kelyapti. Hatto bu savolni qayta so'raganda Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu nima qilyaptilar? Uni tanbih bilan: seni aqling ishlayaptimi? Aqlingni ishlatyapsanmi? deb tanbih bilan javob berdilar. Mana shu hadis sharifda, mana shu Hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhuning hadis shariflaridan ma'lum bo'ladiki, qurbonlik payg'ambarimizning go'zal amallari va u kishidan kunimizgacha kelgan butun musulmonlarning go'zal amallari hisoblanadi. Ba'zan insonlar sizdan shundoq savol so'raydi, sizni bergan javobingiz negadir ularni qoniqtirmaydi va bergan javobingizni orqasidan yana bo'lmag'ur yoki bo'lmasam noo'rin tarzda savolni qaytaradi. Mana shunday holatda unga tanbih berish joiz ekanligi Hazrati Ibn Umarning amallaridan ma'lum bo'libdi radhiyallohu anhu. Yana bir hadis sharif. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله. رواه أبو داود والنسائي. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan naql qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qurbonlik kunini Eid qilishga buyurildim. Umirtu bi yawmil adha idan. Qurbonlik kunini hayit qilishga, bayram qilishga buyurildim. Qurbonlik kuni nega ta'ziya qilinmaydi, nega aza qilinmaydi, nega yig'lab har xil narsalar qilinmaydi desa, chunki Alloh taolo payg'ambarimizga hayit kunini bayram qilishni, qurbonlik kunini va Ramazonning hayit kunini bayram qilishga buyurgan. O'zi hayit bayram. O'zi ikkitagina bayramimiz, dinimizda ikkita bayramimiz bor. Ana o'sha kuni ham ta'ziya bilan, aza bilan har xil bo'lmag'ur narsalarni o'tkazadigan bo'lsangiz, nima qilasiz? Musulmon emaslarning bayramini o'ziga bayram qilib olasiz. Musulmon emaslarning bayrami kuni bayram qilasiz. Aytingchi, men urg'ovchi manihadan o'zga narsa topa olmasam, uni qurbonlik qilamanmi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga yo'q dedilar. Ya'ni manihadan boshqasini topa olmasang qurbonlik qilmaysan dedilar.
Walakin ta'khudhu min sha'rika wa adfarika. Ammo lekin sochingni olasan, tirnoqlaringni olasan. Va taqussu sharibaka. Va mo'ylabingni qisqartirasan. Va qovug'ingni atrofini tozalaysan. Va tahliqu anatak. Qovug'ingni atrofini tozalaysan. Ana o'shalar, ya'ni shu qilgan ishing, mana shu sochingni olishing, tirnoqlaringni olishing, mo'ylabingni qisqartirishing va qovug'ing atrofini tozalashing Allohning nazdida sening qurbonligingning tugal bo'lganidir dedilar. Allohu akbar kabira. Mashalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayit kuni qurbonlik hayitda bayram qilishga buyurilgan edilar. Alloh taolo buyurgan edi. Ya'ni hayit Alloh taolo tomonidan belgilangani. Alloh taoloning amri bilan, buyrug'i bilan hayit qilishga buyurilganimiz, hayit kuni bayram qilishga buyurilganimiz bu yerda ochiq oydin turibdi. Ya'ni insonlar o'zaro kelishib bu qarorni qabul qilmaganlar. Yoki davlat yoki qaysidir partiya yoki bo'lmasam vazirlar kelishib turib mana shu kuni hayit qilamiz demaganlar. Mana shu narsa boshqa mafkuralardan islom dinining ustunligini ko'rsatib turadi. Oddiy bir o'zingiz yashayotgan g'arbdagi hayotni ko'ring yoki sharqdagi hayotni ko'ring. Bir qarasangiz falonchi mana shu kunni bayram qilamiz deydi, qo'shni mamlakatda bo'lgan narsa. Otam tug'ilgan kun bayram dedi. Xo'p dedi, odamlar o'sha kuni bayram qilyapti. Onam tug'ilgan kun bayram dedi. Men tug'ilgan kun bayram dedi. Qarasa haftada 3 kun qolgan qolyapti. Uni ham bo'lib berdi. Falon kunlar tug'ilgan kunlari bayram qilasizlar. Insoniy faktor aralashyapti, lekin islom dinidagi bayramda insonning qanaqangi daxli yo'q. Alloh subhanahu va taolo mana shu kun sizlarga bayramdir. Har qanaqangi holatda xursandchilik bilan, shod xurramlik bilan o'tkazishingiz vojibdir deb belgilab qo'ydi. Kim Chubak hojini eslaydi? Chubak hoji hazratlaridan bir savol so'raydi bir kishiki, hayit kuni ro'za tutsam bo'ladimi deydi. Yo'q, hayit kuni ro'za tutish joiz emas deydi. Balki hayit kuni yegin, ichgin, hatto to'yib ketgin. Mabodo qorning yorilib ketsa ham savob bo'ladi deydilar. U savol so'ragan insonning saviyasiga tushib turib javob berishadi. Ya'ni hayit kuni bayram qilinadigan kun. Alloh taolo bandasini u kunda mehmon qiladi. Yeyish, ichish, xursandchilik qilish ibodat hisoblanadigan kun. Endi haligi kishi aytingchi, men urg'ochi manihadan o'zga narsa topa olmasam, uni qurbonlik qilamanmi? Ya'ni o'sha manihaning o'zini qurbonlik qilamanmi deb so'radi. Maniha birov tomonidan sog'ib ichib turish uchun berilgan sog'in hayvonga aytiladi. Mana shu hayvonni sog'ib ichib yuring deb berilsa o'shanga maniha deyiladi. Aftidan haligi savolni beradigan kishi qurbonlik qilishga shu darajada shavqli ediki, o'zi qo'li turgan hayvoni birov sog'ib ichib yuring degan hayvon, undan boshqa yo'q. Lekin bu inson qurbonlik qilishga bo'lgan muhabbatidan meni qurbonlik qilishga bundan boshqa narsam yo'q, shuni qilsam bo'ladimi deb so'rayapti. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Allohu akbar, yo'q dedilar. Nega yo'q dedilar? Chunki bu insonni qorni to'yg'izadigan, oilasining, farzandlarining qorni to'yg'izadigan bittagina dasmoyasi bor edi. U ham bo'lsa boshqa birov bergan bir maniha sog'in hayvon edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Fiqhiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu insonga qurbonlik vojib bo'ladigan darajada mulkka, boylikka ega emas edi, boy emas edi bu inson. Boy bo'lmagan insonga vojib emasligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q deyaptilar. Endi haligi insonni bir ruhiyatini tasavvur qilishga harakat qilingda. Hayit bo'lyapti, hamma qurbonlik qilyapti, kimdir tuya so'yyapti, kimdir mol so'yyapti, kimdir qo'y so'yyapti. Hamma xursandchilik qilib Allohning yo'lida qurbonliklar qilyapti.
Lekin bu insonning qo'li kaltaligidan qurbonlik qila olmayotganidan qalbidan nima kechinma o'tyapti? O'ziga ayon. O'sha kechinmalarining biz zuhurini, tajallisini qayerda ko'ramiz desa, ey Rasululloh, meni shu sog'in sigirimdan boshqa qurbonlik qiladigan narsam yo'q, shuni qurbonlik qilsam bo'ladimi deb kelyapti. Lekin Rasulullohning beradigan javoblarini qarang. Allohu akbar. Lekin sochingni va tirnoqlaringni olasan, mo'ylabingni qisqartirasan, qovog'ingning atrofini tozalaysan. Ana o'sha ishing Allohning nazdida sening qurbonligingning tugal bo'lgandir dedilar. Allohu akbar. Sen shunchaki qurbon hayiti uchun poklansang, sochingni, tirnoqlaringni olib tozalansang, bo'ldi. Mana shu sen tomoningdan Robbingga qilingan qurbonlikning mukammal bo'lishidir dedilar. Allohu akbar. Mashaalloh. Shayx hazratlar aytayaptilarki, bu esa uncha ilmi nafs mutaxassisining, psixologlarning hayoliga ham kelmaydigan ish edi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ngli o'ksigan kambag'al kishining ko'ngillarini ko'tarish uchun ularning ushbu hamma uchun lozim bo'lgan shaxsiy gigiyena bo'lgan narsani, tozalik ishlarini qurbonlik o'rniga o'tadigan darajaga ko'tarib qo'ydilar. Allohu akbar. Jonim qurbon bo'lsin. Jonim qurbon bo'lsin Habibimga. Allohu akbar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bunga o'xshash masalalarni juda ajoyib uslub bilan hal qilganlarini butun dunyo ko'rib, shohida bo'lib tan berib turibdi. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Hadis sharifning xulosasini o'qiydigan bo'lsak, Qurbon bayrami kuni va xuddi shunday Ramazon bayrami kuni hayit qilish, xursandchilik qilish Alloh taoloning buyrug'idir. Kim hayit qilmasa, xursandchilik qilmasa, shodi xurram bo'lmasa, aza bilan, ta'ziya bilan, yig'i-sig'i bilan o'tkazadigan bo'lsa, Allohning buyrug'iga bo'yin tovlagan bo'ladi. Qurbon bayrami islom ummatiga, mu'min musulmonlarga xos bo'lgan bayram. Na islomdan avval, mana islomdan keyin bunday bayram bo'lmagan. Uchinchisi, kimdir unga berilgan sog'in sigiri yoki tuyasini qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, inson undan boshqa narsasi bo'lmasa, bu inson bu hayvonni qurbonlik qilishi shar'an joiz emas. To'rtinchisi, erkak kishilar qurbon hayiti uchun gigienaga, poklikka rioya qilishlari, sochlarini, tirnoqlarini olish keraklari, hayitga poklanib, tozalanib chiqishlari aytilmoqda. Mabodo kimdir qurbonlik qilishga qodir bo'lmasa, qurbonlik qilishga moddiy imkoni bo'lmasa, endi bu inson shunchaki qurbon hayit namozi uchun poklanib, ozoda bo'lib, tozalanib chiqishining o'zi uning nomidan qurbonlik o'rniga o'tadi. Allohu akbar kabira. Mashaalloh, mashaalloh. Oxirgi hadisni o'qib beraman, shu bilan inshaalloh suhbatimizga yakun yasaymiz. Hazrat Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu dan so'raldi. Kayfa kanat ad-duhaya ala ahdi an-nabi sallallohu alayhi va sallam faqal kana ar-rajulu yudhi bish-shati anhum. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu dan so'raldiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam zamonlarida qurbonlik qandoq bo'lardi? U kishi aytdilarki, bir kishi o'zining nomidan, ahli ayolning nomidan qurbonlik so'yardi. Fayakuluna va yut'imuna. O'shani yer edilar va o'shani insonlarga yedirar edilar. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Mana shu narsada, ya'ni bittagina qurbonlikni qilib, o'shani yeb, o'shani yedirishlari payg'ambarimizning zamonlaridan beri kelayotgan edi. Endi bo'lsa kelib turganingdek odamlar orasida faxrlanishga aylanib ketdi dedilar. Ya'ni to insonlar orasida men mana bundoq qurbonlik qildim, ana bundoq qurbonlik qildim, faxrlanish avjiga chiqib ketgunigacha insonlar bittagina qurbonlikni
oddiygina qurbonlikni qilishar edi. Hazrat Abu Ayyub Ansoriyning zamonlarida bo'layotgan narsa. Hozirgi kundachi, mana Hindiston, Pokiston diyorlarida go'shti rosa ham shirin novcha echkilar so'yiladida. Yani bizni ziyorimizdagi bunaqangi dumbali qo'ylar yo'q. Turkiyada ham yo'q bunaqangi dumbali qo'y. Lekin Suriyada aynan bizni qo'ylarimizga o'xshagan qo'ylarni so'yishar ekan, o'shani suyishar ham ekan. Boriki qurbonlik hayit kuni, ertasi kuni 150 kilolik falon echkini bir kishi mana shuncha ming dollarga olib qurbonlik qildi deyiladi. Vaholanki u pulga 150 kiloli emas, 50 kilolikdan 10 ta echki beradi. 10 ta hayvon beradi. Yoki bo'lmasam mana shuncha ming dollarga mana shundoq hayvonni qurbonlik qildi deydi. Vaholanki o'shani puliga undan ham ziyoda insonni foydali ish qilsa bo'ladi. Lekin nima qilyapti? Eng qimmati, eng chiroylisi bilan boshqalarni orasida obro' qozonish uchun, boshqalarga ko'rsatib qo'yish uchun, boshqalarga ko'z-ko'z qilish uchun bunaqangi bo'lmag'ur ishlar qilinyapti. Vaholanki payg'ambarimizning zamonlarida undoq emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida bunaqangi ko'z bo'yamachilik yoki ko'z-ko'z qilish, riyo degan narsa yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga Qurbon hayitini go'zallik bilan o'tkazishni nasib aylasin. Allohning dargohiga bu inson mana shuncha ming dollarlik echki so'yibdi yoki mana shuncha ming dollarlik qo'y so'yibdi yoki mana shuncha ming dollarlik unaqa so'yibdi degan narsa bormaydi. Balki Alloh taolo dargohiga falonchi Allohdan qo'rqadi degan narsa boradi. Qurbonlik vojib aslar. Qurbonlik qilish qodir bo'lgan insonga vojibdir. Shundoq ekan qurbonliklarimizni qilaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlari nomidan qurbonlik qilganlar. Biz u kishining ummatlari bo'lib turib u kishining nomlaridan qurbonlik qilaylik. O'tib ketgan otamiz bor, onamiz bor, bizni o'qitgan ustozimiz bor. Ularning haqlariga Allohdan ajr mukofot niyat qilib, umid qilib ularning nomlaridan qurbonlik qilaylik. Albatta bizning ularga qiladigan eng yaxshi xayrli amallarimiz bo'ladi inshaalloh taala. Subhanallohi va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.